A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anlaydığınlar Ustaz Şeyh Salih İbn Fevzan'ın Tevhid kitabı. İkinci bab Tevhidga zid keladigan ve onunğa nuqson yetkazadigan söz ve hareketler. Heykel tiklash ve onu ulug'lashning hukmi to'g'risida. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarını canlıklarının suretlerini sizişten, hususen insanların suretlerini siziş ve heykellerini qattırıştan men kılgan. Çünkü bundaq qilish köp hallarda keyinkilerinin heykellerge, butlarga çoqunışıga sebep buludu. Yeryüzüde tunji qitim o'ttirga chiqqan butga çoqunuş işimi insanların resimlerini siziş ve heykellerin qattırış səbəbidən barlıq kelgan. Nuh alayhissalomning qavmi ichida ulgulik yaxshi zotlar bor edi. Ular o'lgandan keyin Nuh qavmi ulardan ayrilganligiga qattiq hasrat chekidi. Hamisha ularning ish izlarini xotirlaydi. Shu vaqtda shayton ularga bu ularning ulug'larning surat va heykellerini yasab, ularga hurmat bildirish orqali ularni yod etishga undaydi. Natijada Nuh qavmi ularning heykellerini yasab chiqadi. Ularni shu heykeller orqali xotirlaydi, aslaydi va yodlaydi. Biroq ular mazkur heykellerga cho'qinmaydi. Zamonning o'tishi bilan surat va heykellerni yasaganlar o'lgandan keyin ulardan keyin kelgan nasllar mazkur heykellerga qattiq hurmat bildirganlikdan cho'qinishga boshlaydi. Ulardan keyin kelgan avlodlar otalarining irodasiga varislik qilib, u heykellarni iloh qilib olib, ularga rasmiy cho'qindigan, ulardan madad va yordamlarni so'raydigan bo'ladi. Nuh alayhissalom payg'ambar bo'lib avatilgandan keyin ularni heykellarga cho'qinish sababidan barliqqa keladigan Allohga shirik keltirishdan iborat bu qabihdan to'sidi. Ammo ular Nuh alayhissalomning da'vatini qabul qilmasdan o'zlarining ma'budlariga ibodat qiladi. Alloh taolo ularning so'zlarini bayon qilib mundaq deydi: "Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna wadda va la suwa'a va la yaghus va ya'uq va nasra." Ya'ni ular ma'budlaringlarni hargiz tashlamanglar. Vatni, Suvatni, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrni hargiz tark etmanglar dedi. Yuqorqi oyatda tilg'anilgan 5 ism Nuh alayhissalomning qavmi ulug'lab, aslab turish uchun haykallarni qatirgan 5 ulgulik kishilarning ismidir. Nuh alayhissalom qavmining avvalqilari bu 5 ulgulik kishiga hasrat chekib, faqat ularni xotirlash ustidan ularning suratlarini chizib, haykallarni tikilganlik sababidan keyingilar bu haykallarga cho'qinadigan bo'lgan. Ularning bu haykallarga bo'lgan ixlosi ularni Nuh alayhissalomning chaqiriqiga ovoz qo'shishdan cheklab qo'ygan va ularning tufon balosi bilan g'arq bo'lib tugab ketishiga sabab bo'lgan. Buningdan bilindiki, canlılarning rasmlarini chizish va insonlarning haykallarini qatirishning oqibati yaxshi emasdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam canlılarni tasvirlovchi rassamlar, haykal tirashlarga la'nat qilgan va ularning qiyomat kuni eng qattiq azobga duchor bo'lganligidan xabar berib, suratlarni o'chirishga buyurgan. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisida canlıqlarning rasmlari esilgan uyga rahmat farishtalari kirmaydi degan. Bu hadisni İmam Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan. Kunimizda qatirilgan haykallar bilan chizilgan rasmlarning kishilarning ularga cho'qinishiga sabab bo'lish ehtimolligidan yiroq bo'lsa-mu, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz musulmonlarni
Adem ve hayvanlarning rasmlarini chizishdan, insonlarning haykallarini yasashdan to'sgan ekan, uni qilmasligimiz kerak. Chunki payg'ambar kishilarni hikmatsiz ishga buyurmaydi. Balki ularning dunyo va oxiratdagi foydali ishlarga buyuruydi. Payg'ambarga itoat qilish Allohga itoat qilishdir. Xulosaligi vaqtimizda yer yuzidagi tunji shirik insonlarning suratlarini chizish va haykallarni yasab turg'izish orqali boshlangan ekan, surat va haykallarni uylarga, maydonlarga va bog'larga o'rnatish qatorli ishlar islom shariatida haromdir. Chunki bu ishlar shirkka va aqidaning buzilishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda kofirlarning himoya qilgan sog'lom e'tiqodi bo'lmaganligi sababli yuqoridagi ishlarni qilayotgan bo'lsa, musulmonlar o'z kuch-quvvati va baxil saodatlarining manbai bo'lgan sog'lom aqidani saqlab qolish uchun yuqorqi ishlarda kofirlarga ergashmasligi lozim. A'udhu billahi minashaytonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Shayx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. 2 bob tavhidga zid keladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Dinni masxir qilish va shar'iy cheklimlarni mansitmaslikning hukmi to'g'risida. Dinni masxir qilish murtadlikdir. Ya'ni dindan chiqib ketishdir. Dinda, islom dinimizda Qur'on va hadislar bilan bekitilgan ishlardan birasini so'kkan yoki masxir qilgan odam cho'qimki kofir bo'lib ketadi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Ey payg'ambar, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz rostdan emas, faqat chaqchaq qilib o'ynashib qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi? Degin. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri etmanglar. Sizlar iymon etganlardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan yoki islom dinini masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Yuqoridagi oyat Allohning dini va uning oyatlarini yoki uning payg'ambarini masxir qilguvchining kofir bo'lganligiga ochiq dalolat qiladi. Payg'ambar alayhisolamning zamonidagi ba'zi munofiqlar Muhammad alayhisolamni masxir qiladi va sahobalarni masxir qiladi. Ularga qarab kuladi, ko'z qisishadi. Yuqorqi oyatlar shular haqida tushgan. Munofiqlar sahobalarni masxir qiladi va ularga azor beradi. Kishilarni shirkdan to'sib tavhidga chaqiradigan oyatlar tushgan vaqtida munofiqlar bu oyatlarni masxir qiladi. Alloh taolo ularning haqiqatan kofir ekanligini e'lon qilib, maxsus oyatlarni tushirgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Ey Muhammad alayhisalom, ular seni ko'rsa faqat masxir qilib olib, Alloh payg'ambar qilib avatgan odam mushuma? Agar dinimizda ching turmusak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirayotgani ozli qoldi, dedi. O'z vaqtidagi butparast arablar Muhammad alayhisalomni masxir qiladi. Uning dinini so'katdi. Kunimizdami Allohning diniga chaqirganlarni masxir qildigan, haqiqatni so'kadigan va o'zlarining qing'ir yo'llarini islom shariatidan afzal sanaydigan ozg'unlar har joyda topiladi. Islomga amal qildigan, sunnatga amal qildigan kishilarni ayiblaydi. Ularni keyinda qolganlar, jahiliyatda qolganlar deb shunda so'kidi. Haqiqat dushmanlari ta qiyomatgacha mavjuddir. Bu hayotlikning taqozosidir. Allohning dinini so'kadigan, payg'ambarni masxir qildiganlar kofirlardir.
Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda yana mundaq degan: Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarini, ya'ni butlarni va shunga o'xshash narsalarni Allohga shirk qilib oladi. Ularni müminlərning Allohni do'st tutqundek do'st tutadi. Ya'ni ularni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi, ularga cho'qinadi. Sevgi babidimi ma'lum qoida va tartib bor. Allohni butun borlig'imizdan ortiq sevmagicha musulmonligimiz komil bo'lmaydi. Mana bu eng kamoliga yetgan haqiqiy sevgining ma'nosi. Payg'ambar alayhissalomni Allohdan qolsala hammadan ortiq sevmagicha iymon to'liqlanmaydi. Biroq Alloh sevgisiga hech qanday sevgi teng kelolmaydi. U alohida cho'ng sevgidir. Allohning maxluqotlaridan birarsini Allohni sevgandek sevish shirkning bir turiga kiradi. Avliyolarni, mazar mashayikhlarni, pirlarni va boshqalarni Allohni sevgandek sevish, ularga Allohga aqida qilgandek aqida qilish shaksiz kufrlikdir va Allohga shirk keltirganlikdir. Avliyolarni, mazar mashayikhlarni va pirlarni Allohdan ortiq ko'radigan va ulardan Allohdan qo'rqqandanmi bakroq qo'rqadigan qavmlar bor desam va shundoq desam ishonamsiz? Ba'zi qaloq musulmonlar biror ishga qasam qilganda Allohning nomini tilga olib qasam qilishdan hech ikkilanmaydi. Qasam qilaverdi. Ammo avliyolarning, mazar hujamlarning va shayxlarning nomini atab qasam qilishdan shunchalik qo'rqadiki, ular agar yolg'ondan qasam qilib mazkur zotlarning nomini atsam, ularning g'azabiga uchrab ketaman, ularning ta'siriga ketaman deb hazar qiladi. Masjidlarda duo qilishdan, mazar mashayixlarga berib duo qilishni ortiq ko'radi. Bundaqlarning bu qilganlari haqiqiy ma'nodagi shirkdir. Ularning bu qilmishlari Alloh va uning so'zini, Allohning rasulini ko'zga ilmasdan shirk e'tiqodni ulug'lashdan boshqa narsa emas. Bu ishlar ko'pincha ahvollarda mazarchilardan ko'p sodir bo'ladi. Masxara ikki turlik bo'ladi. Birinchi ochiq masxara bo'lib, u haqida oyatlar tushgan odamlarning masxarasi bo'lib, ular diniy ulamolarni, dinga mahkam kishilarni masxara qilib, sizlarning dininglar andoq, mundoq, dininglar hozirgi asrga yaramaydi degan qaloqliq deganga o'xshash yoki da'vatchini ko'rganda qaranglar dinchi keldi, u bizga nasihat qilarmish deganga o'xshash so'zlar bilan qilingan masxaralardan iboratdir. Bu kishini dindan chiqaradigan, kofir bo'lib ketadigan, Qur'oni Karimda zikr qilingan munofiqlarning o'zidir. Ikkinchisi yoshirun masxara bo'lib, u xuddi sohili dengizga o'xshaydi. Masalan, o'qilayotgan Qur'onni, so'zlanayotgan hadislarni, shariat ahkomlarini ko'zga ilmaganligidan ko'zlarini qisish, lavlarini uzartib va qo'llar bilan ishorat qilish orqali harakatlar orqali qilingan masxaradir. Islom dini 21-asrga mos kelmaydi. U faqat 'orta asrga mos keladi. Taraqqiyotga moslasholmaydi. Uning jinoiy ishlar qonunlarida to'limi qattiq qo'lliq vahshiyliklar mavjud. U nikoh qonunida taloq va ko'p xotinlik bo'lishga ruxsat qilish orqali ayollarning huquqini dafsanda qildi deyish. Shundaqla insonlar tarafidan tuzilgan qonun islom qonunidan yaxshiroq deb qarash. Qabra va mazar mashayixlarga sig'inishdan cheklab, tavhidga chaqirgan odamni mutaassib, bo'lginchi deyish yoki vahobiy deganga o'xshash so'zlarni qilish. 5-mazhabdagi odam deyish qatorliqlarning hammasi dinni va din ahlini so'kishdan iboratdir. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini tutmoqchi bo'lgan odamning soqolini masxara qilib, islom tuk bilan o'lchanmaydi deganda gaplarni qilish qatorliqlar sog'lom aqidani masxara qilish turiga vosiliq yoki vossiz kiradi. Kishilar oddiy sanagan yuqorqi masxaralar Allohning nazarida bakmi qattiq gunoh va isyonkorlik sanaladi. Shuningdek, uzun kiyim kiygan, qora kiyim kiygan yoki
Yüzünü yo'q olgan qiz ayollarga qarab, ko'danglarmi shularni, qora qog'larni yoki uzun chaponlarni, uzun kiyimliklarni degandek ularga masxir ko'z bilan qarashmi insonni dindan chiqartadi. Bundaq gunohlarni ishlaganlar tavba qilib, qayta iymon etishga tegishlidir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anglaydığınlar Ustaz Şeyh Salih ibn Fawzan'ның Tevhid kitabı. İkinci bab Tevhidga zid kıldıgan ve onuğa nuqsan yetkizdigan söz ve hareketler. Materializm nazariyasining hayotlik falsafasi ve onun xatolik to'g'risida. Hayotlik haqida ikki xil ko'z qarash bo'lib, uning biri materializm nazariyasi, yana biri to'g'ri nazariyadir. Birinchi, materializm nazariyasining hayotga bo'lgan qarashi inson tafakkurining g'oyasi bu dunyo manfaatligiga qaratilgan. Hayotdagi vazifasimi mazkur g'oyaning doirasidan chetmasligi. Shunaqla oxirat ishonchisidan yiroq holda bu dunyolik uchunla umr surishi demakdir. Ya'ni bu faqatlam dunyodalam yashab o'lib ketamiz, oxirat deydigan narsa yo'q, jannat dovzax degan narsa yo'q deb ishonish. Bu materializmchilarning ishonishidir. Bu xatodir. Allah bu dunyo hayotini oxirat hayot uchun tayyorlik ko'rish makoni qilib yaratgan. Bu dunyo oxirat uchun amal qilish, tayyorlik ko'rish va hozirlanish o'rni bo'lsa, oxirat mo'l hosil ilish o'rnidir. Kimki umrni yaxshi amallar bilan o'tkazadi ekan, u ikki dunyolik g'animat ko'rishadi. Kimki umrni fani dunyoning manfaatlariga bag'ishlaydi ekan, uning oxiratligi zoya bo'lgan bo'ladi. Allah Teala Qur'oni Karimda bu haqda mundaq degan: "O inson dunyo va oxiratda ziyon tortadi, bu ro'shan ziyondir." Ya'ni faqat dunyoni ko'zlaydigan inson dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Chunki dunyo mangu emas. Har qancha boy bo'lgan, har qancha saltanatga erishgan kishimi oxiri shu dunyodan ayrildi, texmo ziyon tortadi. Allah Teala bu dunyoni bekorga yaratgan emas, balki bu dunyoni cho'ng hikmat va ulug'vor g'oya bilan yaratgandir. Allah Teala Qur'oni Karimda mundaq degan: "Sizlardan qaysinglarning amalining yaxshi ekanligini sinab beqish uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. O'lish, undan keyin oxiratga berish, Allohning oldida hisob berish bor." Allah Teala yana bir oyatda insonlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Dunyodagi hamma narsa dunyoning zinnatidir. Oydan tortib kungacha hamma narsa. Allah Teala bu hayoti dunyoda insonlarning ko'ziga chiliqib turadigan dunyoning zinnatlarini, ya'ni mol dunyo, farzand, izzat, obro'y, huquq, mansab va uningdan boshqa hayotlikdagi barliq ne'matlarni yaratdi. Bu ne'matlar hargiz bekor emas. İnsaniyat dünyasida ko'plagan kishilar o'zlarining bu qisqa hayoti va tafakkur g'oyasini fani dunyoning vaqtlik manfaati uchun bag'ishlab, o'zlari erishgan ne'matlarning mohiyati ustida ozroq tafakkur qilishmaydi. Shundaqla oxirat hayotini o'ylabmi qo'ymaydi. Balki oxirat ismlik bir mangulik hayotning borligini inkor qilishadi. Ular bu dunyo hayotidan boshqa hayotlik borligiga ishonmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularning so'zlarini Qur'oni Karimda bayon qilib mundaq degan: Ular, ya'ni ba'zi insonlar hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin tirildirilmaymiz, oxirat deydigan narsa yo'q, qiyomat deydigan narsa yo'q, jannat dovzax degan narsa yo'q deb mushundaq e'tiqod qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu xil ko'z qarashdagi insonlarni ogohlantirib mundaq degan:
Cho'qimki, biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydigan, ya'ni oxiratni o'ylamaydigan, dunyo tirikchiligidan bahramand bo'lish bilan rozi bo'ldiganlar va uning bilan aram topadiganlar bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlardir. Ana shular o'zlarining bu yomon qilmishlari tufayli joyi do'zax bo'ladi. Yaxshi amallar orqali faqat dunyo manfaatini ko'zlagan kishilar to'g'risida Alloh taolo mundaq degan: qilgan yaxshi amallar bilan faqat hayoti dunyoni, ya'ni hayoti dunyoda xushal-xuram yashashni va uning zibu zinnatlarini ko'zlaydiganlarga ularning amallarining ajrlarini bu dunyoda to'liq beramiz. Ya'ni ishlaganiga yarasha bir narsalarni qo'lga keltirdi. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaqlarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Chunki ular yaxshiligining mukofotini dunyoda ko'rib bo'ldi. Chunki ular qilgan yaxshi amallarda faqat dunyoda xushal yashashni, dunyoda yuz obro'yli yashashni nom o'ylagan edi. Yuqorqi oyatlardagi tahdid va ogohlantirishlar amallar bilan bu dunyo manfaatini ko'zlaydiganlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bundaqlar hayotlikni qadrlayolmaydigan, hayotlikni qadrlayolmagan va umrlarini foydasiz o'tkazgan, oxiratlik uchun nasibasi bo'lmagan, xuddi hayvonlarga o'xshash yeyish-ichishdan boshqani bilmagan kishilardir. Ular o'zlarining qimmatli umrlarini oqibatsiz, vaqtliq dunyo uchun zayo qilganlardir. Hayvonlarmi o'zlarining oqibati uchun tafakkur qilmagandek, oxiratga ishonmaydiganlarmi o'zlarining aql parastini qo'llanmaganlardir. Alloh taolo ular to'g'riliq Muhammad alayhisalomga xitob qilib mundaq degan: ey Muhammad alayhisalom, ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb o'ylamsan? Ya'ni sening nasihatingni anglaydi deb o'ylamsan? Ular tushunmaslikda faqat hayvonlarga o'xshashdir. Balki ulardan betar ozg'unliqdadir. Ular hayvonlarga o'xshash aqlni ishga solmaydi. Alloh taolo bu xil nazariya bilan, bu xil ko'zqarash bilan hayot yo'linishi hosil qilganlarning mohiyatda ilmsiz kishilar ekanligini bayon qilib mundaq deydi: ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan butunlay g'aflatdadir. Ular yuzaki ilmga ega bo'lgan kishilardir. Haqiqiy ilm egalari faqat bu dunyoni ham o'ylamaydi, oxiratni o'ylab qo'yadi. Garchi ular fan texnika va sanoat bilimlarida cheklik saviyaga yetgan bo'lsa-mu, taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ammo ular haqiqatni bilishda bilimsiz qolgan johillardir. Chunki ularning ko'rishlari moddiy dunyoning ko'rinishiga qisqartirilgan bo'lib, metafizika, ya'ni moddiy sirti bo'lgan olamdan, ya'ni ruhiy olamdan, qiyomatdan g'aflatdadir. Mana bu turdagi olimlarni haqiqiy ma'nodagi olim deyishga bo'lmaydi. Chunki haqiqiy olimlar Allohning ulug'ligini his qiladi va uning g'azabiga uchrab ketishdan hazar qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bundaq olimlarni sifatlab mundaq degan: Allohning bandalari ichida Allohdan faqat haqiqiy olimlar qo'rqadi. Ya'ni Allohning haqiqiy turda tunug'uchilar Allohdan haqiqiy qo'rqadigan kishilardir. Alloh subhanahu va taolo Qarunga taqilgan boyliqqa materialistik nazar bilan qarg'uvchilar haqidagi qissasini bayon qilib mundaq deydi: Qarun o'z vaqtida o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqib keldi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar koshki bizga Qarunga o'xshash nurg'ulg'an ne'matlar berilgan boyliq berishchu. U haqiqatan dunyolikdan bak cho'ng nisbi egasi ekan-ku. Dunyo manfaatini ko'zlaydiganlar Qarunning boyligini cho'ng nisba deb bilganga o'xshash, kunimizdami iymoni ojiz kishilar iqtisodiy va sanoat jihatlarda taraqqiy qilgan kofir davlatlarga xuddi Qarunning qavmlarining ichida shunda deb ketgan kishilarga o'xshash shunda qarab ketyotidi.
va ularni o'zi uchun ulga deb biladi. Natijada ulardagi bu xil hissiyot ularning kufarlarni hurmatlashiga va nachar axloqlarini do'rashga olib boradi. Ularning ilm-fanga qiziqishidek ijobiy taraflarini do'rsak, fan texnikasini o'rgansak bo'ladi. Biroq ularning yomon axloqini o'rganishga bo'lmaydi albatta. Hayotlik haqidagi to'g'ri ko'z qarash shudur. İnsan bu hayotlik dunyosidagi mol-dunyo, kuch-quvvat, aql-farosat, mansab va barliq narsalarni faqat oxirat hayot uchun vosita deb tushunishi. Himmatini, kuch-quvvatini bu dunyolik va oxiratlikdan iborat ikki dunyolik uchun bag'ishlashi kerakdir. Jannat ahlining oxiratda erishadigan mukofotlari ularning fani dunyoda qilgan yaxshi amallarining mahsulidir. Bu dünya cihad qilish, namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, ojizlarga yaxshilik qilish va uningdan boshqa barliq yaxshi amallarni qilishning makonidir. Oxirat bo'lsa, fani dunyoda ishlagan yaxshiliklarning mukofotini va yomonliklarning jazosini ko'radigan o'rindir. Oxiratda Alloh jannat ahli bo'lgan kishilarga yaxshi amallarni qilganliklaringiz uchun, ya'ni dunyoda yaxshi ishlarni qilganliklaringiz uchun xushal xuram yanglar, ichinglar bu jannatda mangu qilinglar deydi. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmetullahi va barakatuhu. Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anlaydılar Ustaz Şeyh Salih ibn Fevzan'ın Tevhid kitabı. İkinci bab Tevhidga zid qiladigan va unga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Allohning shariati bilan hukm qilmaslik to'g'risida. Iymonning taqozosi bo'yicha musulmonlardan Alloh belgilagan hukmlarni qabul qilish, ularni ijro qilish va ijtimoiy hayot, kishilik turmushda, shundaqla kishilarning da'volarini so'rg'uvchilarning shariat ahkomlari bo'yicha ish ko'rishi talab qilinadi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Cho'qimki Alloh sizlarni omonatlarni o'z egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuruydi. Yana bir oyatda: Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar biror narsa ustida ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida sizlar Allohning kitobi Qur'onga va payg'ambarning hadislariga murojaat qilinglar. Ya'ni Qur'on va sunnatdan hukm izlanglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishongan mu'min bo'la olsanglar, men mushuna qilinglar. Hukmda Allohning qonunini hukm qilinglar. Iymon bilan Allohning shariati orqali hukm qilmaslikning bir yerga kelmaydiganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq degan: Ham iymon etadigan, ham Allohning shariati bilan hukm qilmaydigan ish yo'q. Iymon etgan kishi Allohning shariati bilan hayotida hukm chiqardi. Allah Qur'oni Karimda: Ey payg'ambar, sana tushirilgan Qur'on va sendan burun tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik. Davolagan aldamchilarni ko'rdingmi? Ya'ni biz sana nozil qilgan Qur'onga va sendan ilgariki payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblarga ishondik deb da'vo qilguvchilarni ko'rdingmi? Ular arz shikoyatlarini shaytonlarning oldiga epirib bormoqchi bo'ladi. Halbuki ular shaytonlarni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni qattiq ozdirishni xohlaydi. Ya'ni hukm chiqarishda shayton va shaytonning do'st birodarlari bo'lgan kafir va zolimlarga hukm chiqarishga berish bu iymonning ziddidir. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi: Ey payg'ambar,
Rabbim bilan qasamki, munofiq bo'lganlar o'z orasidagi talashqa, seni hukm chiqarishga taklif qilmagan qadar, andin sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'om bo'lsa-mu yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha haqiqiy iymon etgan bo'lmaydi. Alloh taolo yuqorqi oyatlarda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafidan elib kelgan din shariat ahkomlari bo'yicha hukm qildirmagan va shundoq hukm chiqarmaganlarning haqiqiy ma'nodagi musulmonlardan bo'lolmaydiganligini qasam bilan ta'kidlab aytgan. Alloh taolo musulmonlardan bo'lgan mas'ullar ichidan shar'iy hukm bilan hokimiyat tutmaganlarni kofirlar, zolimlar, fosiqlar degan istiloh bilan atagan. Allah Teala Qur'oni Karimda kimlarki Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Allah nazil qilgan hukm bo'yicha hukm qilmaydiganlar zolimlardir. Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir degan oyatlarda Allohning hukmi bilan hukm qilmaganlarni kofirlar, zolimlar, fosiqlar degan. Cho'qimki islom bo'linmas bir butun dindir. Alloh taolo Qur'oni Karimda ey mu'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining butun ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Alloh taolo yana bir oyatda sizlar kitobning, ya'ni Tavratning yoki Qur'onning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar. Ya'ni islom dinining ba'zi ahkomlarini ijro qilib, namoz o'qib, ro'za tutib degandek bu ishlarni qilib, hayotinglarda hukm chiqaradigan ishlarda nima uchun Allohning hukmini hukm qilmaysizlar? Nima uchun Allohning shariati bilan hukm chiqarishga unumaysizlar? Bu sizlarning Allohning dinining ba'ziga iymon etib, ba'ziga iymon etmaganliklarini ko'rsatib turadi. Bu haqiqiy mukammal iymon bo'lmaydi. Diniy talash tortishlarda, olimlar orasidagi fiqhiy ixtiloflarda, kishilarning meros ishlarida, oila da'volarida, haq talab da'vosida va uningni boshqa diniy va dunyolik barliq ishlarda Alloh belgilab bergan shariat qonuniga murojaat qilish musulmonning taqozzosidir, musulmonlikning ham taqozzosidir. Shundaqla har qanday kishi o'zi agishadigan mazhab imomining so'zlarini, fikrlarini va fatvolarini din faqatla mushu deb taassubli qilmasdan, uni shu mazhabning dinidan olgan tushunchasi yoki ko'z qarshi deb bilishi va uning Qur'on bilan sahih hadislarning ruhiga muvofiq bo'lganliklarini qabul qilish kerak. Qur'onga va sahih aqidaga, sahih hadisga muvofiq kelmaganlarni qabul qilmaslik kerak. Xususan, aqidaga aloqador bo'lgan masalalarda ularning so'zlarini, ya'ni olimlarning so'zlarini Qur'on va hadisga uyg'unlarini elish kerak. Agar uningga zid kelsa, chiroyliqcha rad qilish lozim bo'ladi. Bu mazhab sohiblarining, mazhab olimlarining hammasi ta'kidlagan so'zdir. Kimki o'z so'zlariga xiloflik qildigan, mazkur imomga o'zini nisbat bergan taqdirdami ularga agashgan bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ular o'zlarining hibirlarini, rohiblarini, ya'ni yahudilar bilan nasoralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Yuqoridagi oyat faqat xristianlar haqidagi bayon bo'lib qolmasdan, balki ularning qilmishiga o'xshash ishlarni qilganlarga qartiladi. Ya'ni kimki Alloh va uning rasulining amriga muxolifatchilik qilib, jamiyatda Allohning shariatining g'ayri bilan hukm qildigan yoki o'z nafsi xohishi bo'yicha hukm qilsa, iymon va islom uningdan ado-judo bo'lib ketadi. Hatto u kishi men mu'min degan taqdirdami Alloh taolo uningga inkor qilib, iymon davosining
yolg'on ekanligini bayon qiladi. Har qanday kishi kishilik turmush va ijtimoiy aloqador ishlarda Allohning kitobi bo'lgan Qur'on bilan Payg'ambar alayhissalomning hadislarining asosiga qurilgan shariat ahkomlar bo'yicha ish ko'rish, turmush, ibodat, ma'siyat, ishlash, da'vo, haq talab qilish va boshqa barliq ishlarni shariat bo'yicha elib berish har qanday musulmonning iymoni burchi va haqiqiy mo'minligining nishonisidir. Allohning shariati bilan hukm qilmagan kishilardan iymonning cheklanishi, ya'ni iymonning bo'lmasligi, shariat bilan hukm qilishning Allohga bo'lgan chin iymon, aqida va ibodat ekanligini isbotlaydi. İnsanlar orasida Allohning shariatini yurgizish jamiyatiga tinchlik va xotirjamlik elib kelganlikdan tashqari, uningdanmi muhim bo'lgani Allohning shariatini hokimiyat o'rniga ko'tarish ibodatdir. Kimki Allohning shariatini qonun qilaman, islom shariati bo'yicha yashayman degan umid bilan har qanday ish elib boradigan, uning qilganlari hammasi ibodatdir. Allohning shariatini ibodat o'rniga emas, balki foyda manfaat uchun qo'llanadigan kishilarni Alloh taolo ayblab mundoq degan. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi. Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqaradiganligini bildiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. Yuqorqi oyat bayon qilingandek, ular o'z havoyi havasidan boshqa hech bir narsaga ahamiyat bermaydi. Ko'z qarshiga zid kelgan har qanday ishdan yuz o'riydi. Chunki ular Rasulullohning shariati bilan hukm qilish orqali Allohga qulchilik qilmaydi. Shariat bilan hukm qilmoqchining hukmi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: Kimlarki Alloh tushirgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Bu oyat Alloh subhanahu va taolo tuzib bergan shariat ahkomlari bo'yicha hukm qilmaslikning kufrlik ekanligini ifodalaydi. Bu kufrlik ba'zida cho'ng kufr bo'lib, kishini musulmonlikdan chiqarib tashlasa, ba'zida u kichik kufrning hukmida bo'lib, kishini gunohkor qiladi. Bu hukm qiluvchining ahvoliga bog'liqdir. Ya'ni, agar u Allohning shariatini ko'zga ilmasdan yoki uni hozirgi asrga mos kelmaydi deb e'tiqod qilganlikdan boshqa yerlik qonunlarni islom shariatidan afzal sangan holda mazkur qonun bilan hukm qilgan bo'lsa, shundaqla hozirgi zamon qonunlari bilan hukm qilish orqali kofir va munofiqlarning ko'nglini elishni maqsad qilsa, Allohning kitobi bilan hukm qilish vojib emas deb qarasa, mana bu kishi cho'ng kofir bo'ladi. Ya'ni bu kishi islom dinidan chiqqan bo'lib, kofir bo'lib ketadi. Agar u islom shariatining afzalligini e'tirof qilib turib, turli uzrlar tufayli yerlik qonunlar bilan hukm chiqarsa, u kishi gunohkor bo'ladi, ya'ni kofir bo'lmaydi. Shuningdek, xususiy masalalardan biror masalada shariat hukmini bilmaganlikdan shariat bilan hukm qilman deb xatolashgan bo'lsa, buning uchun gunohkor bo'lmaydi. Balki uning yaxshi niyatiga yarasha mujtahidning savobi beriladi. Bu xususiy masalalar bo'lib, ammo umumning ishlariga aloqador bo'lgan masalalar farqli bo'ladi albatta. Shayxul Islom Ibn Taymiya mundoq deydi: Agar hokim musulmon dindor odam bo'lib, ilmsizlik bilan hukm qilsa, do'zax ahlidan bo'ladi. Agar olim bo'lib, o'zi bilgan haqqa qarshi hukm qilsa, do'zax ahlidan bo'ladi. Agar adolatsiz va ilmsizlik bilan hukm qilsa, u do'zax ahlidan bo'lishga texmi loyiqdir. Bu xususiy, ya'ni shaxsiy masalalardagi hukmda shundoq bo'ladi. Ammo u musulmonlarning diniga aloqador bo'lgan hukmlarda, ya'ni haqni batil, batilni haq desa, sunnatni bid'atga, bid'atni sunnatga, yaxshilikni yomonlikqa, yomonlikni yaxshilikqa aylantirsa,
Allah va uning rasulining buyrug'idan cheklasa, Allah va uning rasuli to'sgan ishlarga buyursa, bu butunlay boshqa turdagi maxluq bo'lib, qiyomat kunining egisi hamda sanaga mustahiq bo'lgan olamlarning Rabbi uning uchun o'zi hukm chiqardi. Ya'ni Allah intiqomini o'zi oladi. Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq degan: "Hukm faqat Allohga xosdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Hisobinglarni o'zim olaman." Allah Taala yana bir oyatda mundaq degan: "Allah haq dinni bütün dinlar ustidan qilish uchun, bütün dinlarning ustidan ustun qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Alloh yetarlikdir." Shayxul Islom Ibn Taymiya yana mundaq deydi: "Kimki Allohning payg'ambarga nozil qilingan shar'iy qonun bilan hukm qilishni vojib deb e'tiqod qilmasa, kofir bo'ladi. Kimki kishilik turmushdagi diniy va ijtimoiy masalalarda aqidani chiqish, shariatni o'lcham qilmasdan o'z qarshida adil deb qaragan qonun bilan hukm chiqarsa, kofir bo'ladi. Allah Taala insoniyatni tarixdan buyon adolatni barpo qilishga chaqirib keldi. Ilgari o'tgan ummatlar ichidan ba'zilar o'z peshvolarining ko'z qarashlarini adolat deb e'tiqod qildi. Shuningdek, musulmonlar ichidami kundalik hayotida uchraydigan diniy va ijtimoiy masalalarga hukm chiqarishda ilohiy qonun bilan emas, balki ota-bobolardan miros qolgan urf-odatlarga tayanib hukm chiqarsa, mazkur qonun insonlar hayotiga manfaatliroq deb e'tiqod qilsa, kofir bo'lib ketadi. Shayx Muhammad ibn Ibrohim Ali Shayx mundaq deydi: "Agar kimki Allohning shariatining haq ekanligini, onun bilan hukm qilmasa, Allohga isyankorlik bo'lganligini bilib turib, bir ikki qatim sodiq qilib salsa, bu kichik kufr deyiladi. Ammo reallik turmushda har vaqt insonlar tarafidan tuzilgan qonunlar bilan hukm qilishni ilgari sursa, hatto biz xato qilyapmiz, shar'iy hukm adolatliroq edi degan taqdirdami, amaliyotdagi inkori qilmish ularni dindan chiqarib tashlaydi. Ya'ni amaliyotdagi inkoriy qilmish qilayotgan ishlari islomga zid bo'lganligi uchun, shariat qonuniga zid bo'lganligi uchun ularni dindan chiqarib tashlaydi. Shayx yuqoridagi so'zlarda musulmonlar hayotida anda-sanda sodir bo'lgan juz'iy hukm bilan har vaqt inson uni uchrab turadigan umumiy hukmlar orasidagi farqni ochiq yo'ritib berish bilan birga, kimki shariat qonunini cho'rib tashlab, uning o'rniga insonlar tarafidan tuzilgan atalmish qonun tuzumlarini qo'ysa, shundoqla mazkur qonun tuzum shariat qonunidan afzal yoki real turmushga eng yaqin deb e'tiqod qilsa, bu qarash sohibini dindan chiqaradigan va tavhidga zid keladigan cho'ng kufr ekanligida hech shubha yo'qligini jazmlashtiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Shayx Solih ibn Favzonning Tavhid kitobi. 2-bob tavhidga zid keladigan va unga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Halol harom masalalarini belgilash salohiyatini da'vo qilish to'g'risida. İnsanlarning e'tiqod, ibodat, muomala va uningdan boshqa barliq ishlarda o'zlariga rahbar qilib mangadigan, talash tortishlarni uning bilan bir taraf qiladigan shariat hukmlarini belgilash huquqi faqat Allohga xosdir. Alloh taolo insonlarning yaratquchisi va ularning mushkulotlarini hal qiladigan qonun sistemalarini loyihalovchi zotdir. Allah Taala bu haqda Qur'oni Karimda mundaq degan: "Ala ya'lamu man xalaqu
Yaratgan zat u insonlarga nimalarning foydali, nimalarning ziyonli ekanligini bilmamdu? Albatta biladi. Yana bir oyatda ala lahul xalq val amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostla Allohning ilkididir. U Allohning ishidir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Alloh taolo insonlar uchun nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini obdan biladi. Rabb bo'lish salohiyati bilan u butun insoniyatning mushkulotlarini hal qilishga albatta qodir. İnsoniyatga adolat qonunlarini tushirgan. Bu qonunlarga hurmat qilish va uning ruhi bo'yicha ish ko'rish, kundalik turmushdagi mushkulot va masalalarni ilohiy qonunga, ya'ni islom qonuniga murojaat qilish orqali hal qilish har qanday musulmon uchun farz va Rabbiga qilgan bandichilikdir. Mohiyatda shariat qonunlariga amal qilganlikning foydasi insonlarning o'zlariga bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Agar sizlar biror narsada ixtilof qilsanglar, bu to'g'rida Allohning kitobiga va payg'ambarning hadislariga murojaat qilinglar. Ya'ni hukmni Qur'on va hadisdan izlanglar. Agar sizlar Allohga va qiyomat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bundoq qilish sizlarga haqiqatan foydalidir. Natija itibari bilan nihoyat go'zaldir. Alloh taolo yana mundaq degan: Har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Ey Muhammad alayhisalom ularga aytganki, ana shu Alloh mening parvardigorimdir. Alloh qonun chiqarish ishida insonlarning o'ziga shirik bo'la olmaydiganligini jakarlab mundaq deydi: Ularning Alloh ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Dinda yo'q narsani paydo qiladigan ma'budlar bormi? Alloh bekitgan shar'iy qonunlarni ko'zga ilmay, uning boshqasiga rozi bo'lib, uni ko'nglidan qabul qilgan odam Allohga shirik keltirgan bo'ladi. Dinda Allah va uning payg'ambari bekitmagan narsalarni ibodat deb e'tiqod qilish bid'atdir. Bid'atning har qanday zalolatdir. Payg'ambar alayhisalom bunday degan: Kimki dinimizda yo'q ishni paydo qildi ekan, u rad qilinadi, qabul qilinmaydi. Yana bir rivoyatda kimki dinimizda yo'q amallarni ibodat deb qildi ekan, u qabul qilinmaydi. Siyosat ishlardimi Allah va uning payg'ambari bekitmagan qonun tuzum bilan ish ko'rish jahiliyatning illatlaridir va dinga qilingan osiylikdir. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: Ular jahiliyat davrining hukmlarini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdan adil kim bor? Shundaqla halol haromlarni belgilashmi Allohning huquqidir. Hech kim bu ishda Allohga shirik bo'la olmaydi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Ey mu'minlar, Allohning nomi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Cho'qimki shaytonlar o'z do'stlar bo'lgan mushriklarni sizlar bilan da'talash qilishga vasvas qiladi. Ya'ni qiziqtirdi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Alloh taolo yuqorgi oyatda shaytonlarning haromni halol, halolni harom qilishdan iborat isyonkorlikqa agashgan odam Allohning g'ayriga itoat qilgan bo'lib, Allohga shirik keltirganlar qatoridan bo'lganligini bayon qiladi. Shuningdek, Alloh taolo halol qilgan narsalarni harom qilish va u harom qilgan narsalarni halol qilishga ba'zi manfaatparvar mollalar va zolim hukmdorlar bundoq odamlarga bo'ysunishmi
Allohning g'ayriga itoat qilganlik bo'lib, shirk doirasiga kirib qoladi. Bu yerni takrorlayman. Alloh taolo halol qilgan narsalarni harom qilish va u Alloh taolo harom qilgan narsalarni halol qilishda ba'zi manfaatparast mollalarga va zolim hukmdorlarga bo'ysunishmi Alloh taoloning g'ayriga itoat qilganlik bo'lib, shirk doirasiga kiradi. Alloh taolo Yahudilar bilan xristianlarning azg'unlarini bayon qilib mundoq deydi. O azg'un insonlar o'zlarining diniy katvoshlarni, mollalarni va Maryam o'g'li Masihni iloh qilib oldi. Halbuki ular faqat bir Allohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah subhanahu va taolo ularni shirk keltirgan narsalardan albatta pokdir. İmam Tirmizi ve başkalar rivayet qilgan bir hadisda mundoq bayon qilinadi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Adi ibn Hatimga yuqorqi oyatni o'qidi. U: "Ya Rasululloh, biz ularga, ya'ni ahli kitobning diniy katvoshlarga, mollalarga va Isoga cho'qinmaydik" dedi. Payg'ambar alayhisalom unga javob berib mundoq dedi: "Ular sizlarga Allah haram qilgan narsalarni halol qilib bersa, sizlarmi ularni halol sangan va Allah halol qilgan narsalarni haram qilib belgilasa, sizlarmi ularni qabul qilib haram sangan emasmi?" dedi. Bu vaqtda Ubay ibn Hatim, "Ha, shunda qilatdik" dedi. Halalni haram, haramni halol qilgan ulamolarga agishish Allohga shirik keltirganlikdir. Bu imanga zid qiladigan cho'ng shirkdir. Mayli olimlar bo'lsin, mayli podshohlar bo'lsin, Allohning cheklaganlarini qilishga buyursa va Allohning buyurganlarini qilmaslikdan cheklasa, ularga bo'ysunish Allohga shirik keltirganlik bilan o'xshashdir. Chunki la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa ibodatga haqliq bo'lgan zot yo'qdir. Faqatla Allah ibodatga loyiqdir degan tavhid kalimasining taqozosi harom va halolni belgilash huquqi faqat Allohga xos ekanligini iqror qilish bilan birga reallikda amal qilishni talab qiladi. Halol va harom masalasida shariatga xilof hukm beruvchi olimlarga agishish insonning tavhidini yo'qqa chiqaradigan bo'lsa, mulhid va kofirlar tarafidan o'tirg'i chiqarilgan musulmonlar jamiyatida umumlashayotgan, shundaqla mazkur qonun bilan hukm qilayotgan, uningga rozi bo'lgan kishilarning ahvoli qanday bo'lmoqchi edi? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Sheyx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. 2-bob tavhidga zid keladigan va uniga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Islomga qarshi bo'lgan guruhlarga va jahiliyat tarafdorlariga mansub bo'lishning hukmi to'g'risida. 1. Kommunizm, kapitalizm, dinni hokimiyatdan ayirib hisoblaydiganlarga va undan boshqa har qanday kuffar guruhlarga mansub bo'lib, ularning tarafini elish islom dinidan chiqqanlik va kofir bo'lganlikdir. Kommunizmni yoqlaydigan, kapitalizmni yoqlaydigan, din boshqa, davlat boshqa, davlat dinga aralashmaslik kerak, dinmi davlatga aralashmaslik kerak deydigan bundaq iqimlarga o'zini mansub qilish islom dinidan chiqib ketishdir. Yuqorqidek iqimlarga mansub bo'lib turib, lekin musulmonlik da'vosi qildigan u odam cho'ng nifoqni sodir qilg'uchi munofiqdir. Chunki bir qalbda
ikki zid e'tiqod mavjud bo'lib turolmaydi. Munofiqlar hamisha o'zlarining musulmon ekanliklarini og'izlarida so'zlab qo'yib, ichki jihatdan kuffarlar bilan bir safdadir. Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlar haqida mundoq degan: Munofiqlar mu'minlar bilan uchrashganlarda biz iymon etdik, biz sizlar bilan birga, biz musulmon deyishidi. Ammo munofiq katvoshlardan bo'lgan shaytonlar bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birgamiz. Faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Yana bir oyatda Alloh taolo mundoq deydi: Ular, ya'ni munofiqlar, sizlarga hodisa kelishni kutadi. Ya'ni musulmonlarga falokatchilik kelishni kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik deydi. Kafirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kafirlar zafar topsa, kafirlar kuchlansa, ular kafirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi? Biz sizlarni qishinglarda edik deydi. Munofiqlar aldamchi maxluqlardir. Ulardan har birining ikkidan yuzi bor. Biri mu'minlar bilan ko'rishadigan yuzi, yana biri o'zining kuffar katvoshlar bilan ko'rishadigan yuzidir. Ularning ikki tili bor. Biri tilining uchidagi musulmonlikni so'zlasa, yana biri qalbidagi kofirlikni so'zlaydi. Ular tillarining uchida Qur'on bilan hadislarni tasdiq qilsa-mu, qalblarida inkor va masxir qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ular mu'minlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deyishdi. Ammo shayotinlari, ya'ni munofiq kattoboshlar bilan yolg'iz joyda topishgani bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birgamiz, faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Mana bu ikki yuzlik munofiqlarning alomati. Munofiqlar haqning qaysi tarafda ekanligini bilib turib, Qur'on sunnatning ruhiga agishib, xursand bo'lishning o'rniga uningdan yuz o'rib, mu'minlarni past ko'rib, ularni masxir qiladi. Munofiqlarning shariat va uning ahlini masxir qilishda ching turganlikdan ularning haqiqat oldidagi takabburligini ro'shan ko'rib olg'ili bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi: Munofiqlar mu'minlarni masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarda qo'yib beradiki, ular tangir qilgan holda nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini bilolmay o'tib ketadi. Alloh taolo musulmon jamoatlar bilan birga bo'lishni buyurib mundoq deydi: Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, rasullar bilan birga bo'linglar. Ya'ni mu'minlar bilan birga yashanglar, kafir munofiqlarga yaqin kelmanglar. Yuqoridagi guruhlarning hammasi botil ustiga qurilgan guruhlardir. Kommunizmchilar Alloh taoloning mavjudligiga inkor qiladi. Barcha samoviy dinlarga dushmanlik bilan qaraydi va butun dinlarni inkor qiladi. Ular aqlga yo'linib, e'tiqodsiz yashashga rozi bo'lgan va azaldan sabit bo'lib kelgan keskin haqiqatlarga inkor qiladigan maxluqlardir. Din bilan davlatni ayirib o'tadiganlar bo'lsa, dinni kishilarning hayotidan ayirishni maqsad qiladigan aldamchilardir. Din faqat masjidlar bo'lsa bo'ladi. Din faqat insonlarning o'ziga xos, ammo jamiyatga aralashmaydi, davlatga aralashmaydi deydi. Yuqoriqilardan qaysi biriga o'zini mansub qilgan va ularning yo'lini to'g'ri deb chin e'tiqod qilgan odam islom diniga kofir bo'lgan odam bo'ladi. Kapitalizmchilar bo'lsa, halol harom farqlarini ayirmasdan qaysi yo'ldan kelsa, mol dunyo yig'ish, faqirlarning, yetim yesirlarning,
va jamiyatdagi ojizlarni qanini so'rash ustiga qurilgan shafqatsiz jamiyatdir. Ularning iqtisodiy manbining asosi Alloh va Allohning rasuliga urush etishdan iborat bo'lgan jazonxo'rlikdir. Jazoni shaxs va davlatni halok qilg'uchi, shundoqla yo'qsil insonlarning qinni so'raydigan asosli omillarning biri bo'lib, sog'lom aqli bor bir inson mazkur ideologiyalarning qurboni bo'lib, hayot kechirishga hech qachon rozi bo'lmaydi albatta. Batil guruhlar ko'plagan musulmon jamiyatlarini egalladi. Uning natijasida musulmonlar sog'lom e'tiqod va to'g'ri islomni yo'qotdi. Yoshlar iymonsiz, irodasiz va vijdonsiz bo'lib yetishib chiqdi. Mana bu yuqoridagi batil e'tiqodlarning mahsulidir. Islom dinidan yiroqlab ketishning mahsulidir. Ikkinchi, jahiliyat tarafdorlariga va irq firqi tufayli musulmonni musulmondan ayiradigan asabiy millatchilikka mansub bo'lishmi ayrim bir kufrlikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, ya'ni Odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. Hammanglarning otasi bir, onasi bir. O'zaro tanishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va nurg'un irq qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Musulmonlar orasida kishilarni asabiy millatchilik, qabilavozlikqa chaqiruvchilar bizdan emas, ya'ni islom dinidan emas. Musulmonlar ichidan asabiy millatchilik uchun urushganlar bizdan emas va millatchilik muddaosi bilan boshqalardan nafratlanganlar bizdan emas." Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Alloh haqiqatan sizlarni jahiliyatning tor millatchiligidan va nasabdan faxrlanib boshqalarni xur ko'rishdan pokladi. Insonlar faqat taqvodorlik yoki isyonkorlikdan iborat ikki narsa bilan bir-biridan farqlanadi. Taqvodorlar Allohning nazarida eng hurmatli kishilardir. Osiylar qadrsiz insonlardir. İnsanların hammasi Odam alayhissalomning farzandlaridir. Odam alayhissalom tuproqdan yaratilgandir. Arablarning arab emaslardan, ya'ni boshqa millatlardan hech qanday ortiqchiligi yo'q. Musulmonlar orasidagi ortiqchilik faqat Allohga bo'lgan taqvodorlik bilan o'lchanadi. Birining arab bo'lishi, birining Uyg'ur bo'lishi, birining boshqa bir narsa bo'lishi Allohning dargohidagi hurmatini tushirolmaydi. Kim Allohdan qo'rqib taqvodorlik qildi ekan, uning millatining bo'lishidan qat'iy nazar Allohning dargohida u ustundir. Islom millati cho'ng bir oila. Ular o'zaro qarindoshlardir. Ularning millati, tili, rangi, irqi va yurtlari surishti qilinmaydi. Musulmonlik ularning eng ayrilmas rishtasidir. Musulmonlar orasidagi millatchilik, qabilavozlik va yurtvozlik qatorliq salbiy ayrimchiliklar ularning birlikni parchalaydigan yomon omildir. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni ular qaysi millat va qaysi qabiladan bo'lmasin o'zaro birlashishga chaqirdi. Bo'linishni jinoyat, gunoh deb sanaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Hammanglar Allohning diniga mahkam yopishinglar. Ayrilib ketmanglar. Allohning dinida qarindoshlar bo'linglar. Allohning sizlarga bergan ne'matlarini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan, ya'ni islom dini bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax chuqurlarining girvikida edinglar. Allah sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat topishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga mana shunday chiroyli bayon qiladi." Alloh taolo musulmonlarning birli partiyaga mansub bo'lishini xohlaydi. U bo'lsa-mu Allohning partiyasidir.
Allohning partiyasiga mansub bo'lganlar har qachon azizdir. Allohning yordami va nusrati hamisha ularga xosdir. Afsuski, islom dunyosi g'arbning siyosiy va kultur buhronining ta'sir harpisida asabiylik millatchilikni qilishga bo'lmaydigan bir haqiqat deb e'tirof qilib kelmoqda. Shundaqla o'zlarini xolis Allohning diniga mansub qilolmay, eg'izlari tavhid kalimasini o'qisimi, ko'ngillari boshqalarga mansub bo'lishdan butunlay ozod bo'lolmagan holatda yashamoqdadir. Hozirgi islom davlatlari hargizmi ulgulik islom davlatlari hisoblanolmaydi. Bular tar millatchilik ustiga qurilgan davlatlar bo'lib, hammasi o'zlarining islom prinsipiga qurilgan davlat ekanliklarini eg'izlarda da'vo qilishidi. Əməliyyatda bolsa bu dövlətlər və onların hakim mutlaqları İslamdan şunçilik yiroq ki, shu sababdan bular kuffarlarga biqindi bo'lib o'z erkinligini yo'qotgandir. Allohning haqiqiy mu'minlarga yordam qildiganligi va ularni himoya qildiganligi shaksiz haqiqatdir. Muhammad alayhissalom boshchiligidagi haqiqiy mu'minlar Allohning bu va'dasiga haqqi bo'lgan va unga erishgandir. Mohiyatda mazkur guruhlar haqiqatdan yuz o'rguvchi insonlar uchun Alloh ularga azob qilib o'tirg'i chiqarganligida hech shak yo'qdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan Nuh alayhissalomning qavmiga pil egalariga avatgan azob o'xshash yoki ostonlardan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azob o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib bo'lib o'tib, urushga silib, biringlarga tettishga albatta qodirdir. Allohga tayininglar, Allohga qaytinglar. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Madamiki ish ustidagilar, ya'ni hokimlar Allohning kitobi bilan hukm qilmaydi ekan, Alloh ularni o'zaro bir-biriga mubtalo qilib qo'ydi, bir-biri bilan so'qishib bilan o'tadi." Mana dal hozirgi dunyo mana shu. Guruhbozlikdagi asabiylik haqiqatni qabul qilmaslikka elib boradi. Alloh taolo Yahudiylardagi bu sifatni bayon qilib mundaq deydi: Ularga, ya'ni Yahudiylarga Alloh nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilgan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Undan keyin kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki ular, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiqlovchidir, ya'ni Tavratni tasdiqlovchidir. Islom kelgandan keyinmi jahiliyat davridagi ota-bobolarning yo'llariga taassublik bilan agishib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam elib kelgan haq dindan yuz o'rgan jahiliyat ahlining ahvolini Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq bayon qiladi. Har qachon ularga, ya'ni Makka mushriklarga Alloh taolo payg'ambarga nozil qilgan vahiyga, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bobolarimizning qolgan dinga agishimiz deydi. Bu o'p-uchuq ozg'unlikdir. Xulos kalam shuki, yuqorida bayon qilingandek, botil guruhlarni ta'sis qilib, partiyalarni qurg'uvchilar Rabbimiz insoniyatga marhamat qilib bergan islom dinidan iborat muqaddas dinning o'rniga o'z ko'z qarashlarini qo'yishni xohlaydi. Bu intayin cho'ng ozg'unlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar Sheyx Solih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. Tarjima qiluvchilar Muhammad Yusuf Nizomiddin Tamkini. Tekshirib bekituvchi Nizomiddin Tamkini. Mundarija. Kitob 5 bobdan tarkib topgan bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi bob insoniyat hayotidagi ozg'unlik. Shirkning aniqlamasi va uning turi. Kufri va uning turlari. Kufrning aniqlamasi, nifoqning aniqlamasi. Nifoqning turlari. E'tiqodiy nifoq bilan amaliy nifoqning farqlari. Jahiliyat, fisq
dalalet, murtadlik qatorliqlarning turi va uning hukmlari. Pisiq, zalolat, ya'ni azg'unlik, murtadlik va uning turlari. İkinci bab tavhidga zid keladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z harakatlar. G'aybning aniqlamasi. Sehrgarlik, jinkashlik, palchilik to'g'risida. Sehrning aniqlamasi, rambal va palchilikning aniqlamasi. Mazar mashayiqlarga va qabrlarga atab qurbon qilish, nazar chiroq o'tkazishning haromligi. Heykel tiklash va uni ulug'lashning hukmi. Dinni masxir qilish va shar'iy cheklamalarni mansitmaslikning hukmi. Allohning shariati bilan hukm qilmaslik to'g'risida. Shariat bilan hukm qilg'uvchining hukmi. Halol harom masalalarini belgilash salohiyatini da'vo qilish to'g'risida. Islomga qarshi guruhlarga va jahiliyat tarafdorlariga mansub bo'lishning hukmi. Materializm nazariyasining hayotlik falsafasi va uning xatoligi. Dam silish va tumor esish to'g'risida. Allohning g'ayri bilan qasam qilish, maxluqdan yordam so'rash va Allohga vasita qilishning hukmi. Xulosa. Birinchi, yo'l qo'yilgan vasila va uning turlari. Ikkinchi, man'iy qilingan vasila. Maxluqdan madad va yordam so'rashning hukmi. Uchinchi bab Payg'ambar alayhisalom va uning sahobalari haqida e'tiqod qilish zarur bo'lgan masalalar. Birinchi, Payg'ambar alayhisalomni so'yish va uni ulug'lashning vojibligi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhisalomni madihlashda chekdan oshmaslik. Uchinchi, Muhammad alayhisalomning martabasi. Muhammad alayhisalomga itoat qilish va uning yo'liga ergashishning vojibligi to'g'risida. Muhammad alayhisalomga durud eshitishning zo'rligi to'g'risida. Payg'ambar alayhisalom oila taobatlarining fazilati va ularning martabalari. Sahabi kiramlarning fazilati va ular haqida qanday e'tiqod qilish to'g'risida. Ahli sunnat val jamoa mazhabining sahabalar o'tirisida yuz bergan fitna va urushlar haqidagi ko'z qarashlari. Fitnaning sababi. Sahabalar va islom buyuklarini so'kishning man'iy qilinishi. 4-bab bid'atlar. Bid'atning aniqlamasi. Bid'atning turlari, bid'atning hukmi. Diqqat. Musulmonlar orasida bid'atlarning paydo bo'lishi va uning sababi to'g'risida. Birinchi, islom dinining mohiyatini bilmaslik. Ikkinchi, nafsiy havaslarga berilish. Uchinchi, o'z fikrida ching turilish va o'z kattalariga qarg'ularcha ergashish. To'rtinchi, kuffarlarni do'rash. Islom ummatining bid'atchilarga tutgan pozitsiyasi va ahli sunnat jamoatining bid'atlarni rad qilishdagi prinsipi. Zamonimizdagi ba'zi bid'atlar. Bid'atchiga qanday muomala qilish kerak? Bu kitobning mundarjisi. Biz kitobni o'qish jarayonida yuqorqi mazmunlarni o'qib va tushunib, ularning haqiqiy tagiga yetamiz. Tavhid kitobi. Sheyx Solih bin Favzon. Kirish so'z. Bismillahirrohmanirrohim. Barliq go'zal madihiyalar olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh taolo xosdir. Rasul payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, uning oila taobatlari va sahobalariga Alloh taoloning rahmat salomlari bo'lsin. Tavhid haqida yozilgan bu kitobning o'zi ixcham, mazmuni va ma'nolari keng, iboralari o'ng'ay bo'lishiga ahamiyat berdim.
Köplеген İslam büyüklerinin, xususan Şeyh İslam İbn Teymiye, İbn Qayyim ve Muhammed İbn Abdülvahhab qatarlıq ulamalarning qimmatli əsərlərindən faydalandım. Çoxumki İslam aqidələrini öyrəniş barcha ilmlərinin afzali və Müslümançılıqның asasıdır. Çünki Allah'ın dərgahida əməllərinin məqbul və öz egisiga faydalı buluş üçün bu ilmni öyrəniş, öyrətiş və əməl qilishga ahamiyat berishni taqozo qiladi. Shundaqla biz hozir dinsizlik, xurofotchilik və materializmchilik iqimlari davr surayotgan bir asrda yashayotimiz. Bu iqimlarning hammasi nihoyat xatarlik iqimlardir. Günümüzdeki Müslüman qarindoshlarimiz faqat Qur'on və sahih hadislarni asos qilgan to'g'ri aqidani o'rganish bilanla yuqorgi xatarlik iqimlarga taqobil tura oladi. Shundaqla o'zlarining e'tiqodlarini isloh qila oladi. Mana bu islom avlodlarining islomiy aqidani to'g'ri yo'sinda o'rganib yetish uchun zo'r ahamiyat berishga turtki bo'lgan sababning o'zidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, uning oila tobatlari va sahobalarga Allohning rahmat salomlari bo'lsin. Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Bismillahirrahmanirrahim. İnsaniyat hayotidagi ozg'unlik, kufri, shirk va nifoq haqida tarixiy bayon. Alloh taolo insonlarni yolg'iz o'ziga ibodat qilsin uchun yaratdi va bu jarayonda ular ehtiyojli bo'ladigan rizqlarni ato qildi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: "Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishni tilamayman. Balki men ularni rizqlantirman." İnsan tabiati o'z holiga qo'yib beriladigan bo'lsa, u hamon Allohning bor va bir ekanligini e'tirof qiladigan va uningga ibodat qilishni o'zlari uchun burch deb tunaydigan ongga erishadi. İnson va jinlardan bo'lgan shaytonlar o'zlarining har turli ozdirish vositalari bilan insonni asli pok bo'lgan tabiatidan ozdiradi. Shunisi haqiqatki, Allohni tunish insonning asli tabiatida mavjud bo'lgan bir xislat bo'lib, kufr bilan shirk inson tabiatiga sirtdan kirgan bir ofatdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda mundaq degan: Allohning dini bo'lgan islom diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratdi. Ya'ni insonni yaratganda uni islom ustiga, ya'ni fitrat ustiga yaratdi. Allohning yaratganda hech o'zgarish bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu haqda mundaq degan: Har qanday bir farzand islom fitratida islom ustiga dunyoga keladi. Ya'ni islomga moyil bo'lgan holatda dunyoga keladi. Ammo uni ota-onasi Yahudi yoki Xristian yoki Majusi, ya'ni otashparast qilib tarbiyalaydi. Odam alayhissalomning zamonidan beri bütün insonlarning dini islom dini edi. Ya'ni Allohning birligiga e'tiqod qiladigan to'g'ri din edi. Alloh taolo mundaq degan: İnsanlar azaldan haq dindagi bir ummat edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. To'g'ri aqidadan burilish, kufri va shirk eng avval Nuh alayhissalomning qavmida o'tirg'i chiqqan. Nuh alayhissalom insoniyat tarixida Alloh taolo tarafidan avatilgan birinchi payg'ambar hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda mundaq degan: Ey payg'ambar, biz Nuh alayhissalomga va undan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek
haqiqatan sanamu vahiy qildik. Ya'ni sana Allah'ın birligi va Allah'ның haq va rost ekanligini sana vahiy qildik. İbn Abbas radıyallahu anhu mundaq deydi. Hazreti Adamның zamanından Nuh aleyhisselamның zamanıgacha 10 asr o'tgan. Ya'ni 1000 yildek vaqt o'tgan. Ularning hammasi islom din deydi. Ya'ni haq din deydi. Büyük islahatçı alim İbn Qayyim İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bu sözünü şübhesiz to'g'ri deb tasdiqlagan. Allah'ның bunu sözü bu haqiqatni texmi isbotlaydi. Allah Teala Qur'oni Karimda insonlar aslida bir din ustida, ya'ni islom dini ustida edi. Ya'ni islom diniga e'tiqod qiladi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni dinlar ko'paydi. Kishilar butlarga cho'qinishga boshladi. Ya'ni insonlar o'zlarining aslidagi haq dindan uzoqlashish, hatto uningdan yuz o'rish natijasida har xil botil dinlarga bo'linib, butlarga cho'qinganlik sababidan Alloh ularni aslidagi haq dinga qaytarish uchun payg'ambarlarni avatgan. Arablarmi shuningdan keyin Amr ibn Lahiya kelguchilik İbrahim aleyhisselamning din deydi. Amr ibn Lahiya butparastlik dinini Arab yarim orlida, xususan Hijaz zaminida keng tarqatish orqali İbrahim aleyhisselamning haq dinini o'zgartgan va tadrijiy holda butun Arab qabilalarini haq dindan chiqargan. Hatto Muhammad aleyhisselam avatilganga qadar bu muqaddas zamonda Budda dini davr suratdi. Muhammad aleyhisselam payg'ambar bo'lib kelgandan keyin Arablarni haq dinga, İbrahim aleyhisselamning dini bo'lgan islom diniga chaqirdi. Bu Allohning dini asli keltirish yo'lida barliqni atidi. Natijada haq din asliga keltirildi. Butlar chiqilib tashlandi. Allohning haq dini takomillashdi. Shundan beri islom millati Muhammad aleyhisselamni o'zlariga ulgi qilib, u ko'rsatgan to'g'ri yo'l orqali oltin davrga aylandi. Islom dini Arab yarim orlidan halqib, dunyoning har qaysi joylariga birib ketdi. Ming afsuski, keyingi asrlarda musulmonlar orasida bosh ko'targan jaholat, ya'ni bilimsizlik, boshqa dinlarning xurofotlarini qabul qilish iqimi, azg'un yo'lboshchilarga agishish, avliyo va mazam mashayixlarga cho'qinishlarga o'xshash shirik va xurofotlarning sababi bilan ko'plagan musulmonlar haqiqiy tavhid ruhi va uning taqozzosini yiroqlashib qoldi. Ular qurbonlik, nazr chiroq va duolarni mazkur mazam mashayixlarga atab qiladigan, ulardan yordam so'raydigan zalolatni o'zlari uchun din qilib oldi. Ular o'z gumonida u xil ishlarni avliyolarga cho'qinganlik emas, balki ularni Alloh uchun vasf qilganlik deb atib olgan. Halbuki ular bu qilmish va e'tiqodlarning ilgirki mushriklarning ish harakat va so'zlaridan ekanligini, ularga o'xshab qilish ekanligini unutib qolgan edi. Alloh taolo mushriklarning so'zlarini Qur'oni Karimda bayon qilib mundaq degan: Bizning u butlarga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir, deydi. İnsaniyat tarixidan buyon buningga o'xshaydigan azg'unliklarga duchor bo'lgan bo'lsa-mu, ularning ko'plari Allohning parvardigorligida, ya'ni Allohning iloh ekanligida va uning yakkagona ekanligiga ishonadi. Faqat ibodatlarda bilib bilmay uningga shirk keltirib qo'ydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda mundaq degan: O insonlarning ko'plari Allohga shirk keltirib turib ishonadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb e'tirof qilish bilan billa butlarga cho'qinadi. Allohning borligiga inkor qiladigan Fir'avn va dahriylarga,
ya'ni kommunistlarga o'xshashlar osonliqlardir. Bularning Rabbni inkor qilishlari, ya'ni yaratquchini inkor qilishlari o'zlarining haqqonidan boshqa narsa emas. Ammo ular ichidagi dunyosida Allohning bor ekanligiga iqror qilishdan bosh tortolmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda bundoq degan: ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Ya'ni Allohning borligini ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan teshida inkor qildi. Ularning aqllari har qanday maxluqning bir yaratquchisi, har qanday mavjudlikning bir mavjudga chiqarg'uvchisi, inchki intizom bilan ham puxta plan bilan yutuqsiz o'rinlashtiradigan koinotning cho'qim bir yaratquchisi borligini albatta his qiladi. Bu haqiqatga inkor qiluvchilar har zamonda mavjuddir. Kimki bu haqiqatga inkor qildi ekan, u kishi aqlini yo'qotgan yoki takabburligi aqlini to'sib, haqni inkor qilishga elib borgandan boshqa narsa emasdir. Bu turdagi kishilarning inkorlari haqiqatni hech qachon o'zgartirmaydi. Haqiqat har zaman haqiqatdir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarım. Hozir anglaydiganlar ustoz Sheyx Solih ibn Fawzonning Tavhid degan kitobi. Shirk degan nima? Shirk deganimiz bir insonning Allah subhanahu va taoloning rububiyat va ulug'iyatdagi yakka yagona ekanligiga boshqa bir narsani shirk qilib e'tiqod qilishidir. Ya'ni Alloh taolo rububiyat maqomida, ya'ni butkul yaratilganlarga rizq berishda va ularga ig'dorchilik qilishda va ularni yaratishda yakka yagonadir. Ve ulug'iyatda, ya'ni ibodat qilinishga faqat o Allohla loyiqdir. Mana shu ikki sifatni boshqa bir maxluqdimi bor deb e'tiqod qilgan kishi mushrik bo'ladi. Shundoq deb e'tiqod qilish va shundoq deb ishonish shirk bo'ladi. Alloh taolo yaratquchi sifatida yakka yagona zotdir. İg'dorchilik qilish, podshohlik qilish jihatda yakka yagonadir. Hech bir maxluq o Alloh taologa yaratishda va maxluqotlarga podshohlik qilishda shirk bo'lolmaydi. Shuningdek, eng muhimi ibodat qilinishga, bo'ysunishga, jon dil bilan onunğa itaat qilib, onun sızgan sızıqıdan chiqmaslikqa faqat Alloh taolo yakka yagonadir. Uningdan boshqa hech bir maxluq, hech qanday bir narsa bu sifatda u Allohga shirk bo'lolmaydi. Ibodat faqat Alloh bilan qilinadi. Haqiqiy jon dildan bo'ysunish faqat Alloh bilan bo'ladi. Ammo buni boshqa bir maxluqqa yoki boshqa bir narsaga shirk qilish, boshqalargami, boshqa bir maxluqmi yo boshqa bir narsagami shunga o'xshash, Allohga itoat qilganga o'xshash, Allohga ibodat qilganga o'xshash ibodat qilish va itoat qilish, mana bu shirk bo'ladi. Islomdan ilgirki, ya'ni islom kelgandan ilgirki arablar butlarni bizni Allohga yaqinlashtiradigan ilohlarimiz deb e'tiqod qilishi va ularga cho'qinishi to'liq ma'nodagi shirkdir. Ya'ni biz mushu butlarga ibodat qilsak, butlarga sajda qilsak, mushu butlar bizlarni Allohga yaqinlashtirdi deb e'tiqod qilishi biz deyotgan
şirkning dal o'zidir. Ammo keyingi zamonlarda musulmonlar orasida keng tarqalgan shirk va shirkiy amallar ko'pincha ibodat masalalarida o'rtoqlashgan bo'lib, Allohdan madad yordam so'rashda, ya'ni yordam va madadni Alloh taolodan so'rashning o'rniga avliyo va mashayikhlarni uninga vasita qilish, qurbonlik qilish va ulardan qo'rqish va umidlanish, yaxshi ko'rish, ularga atab nazr chiroq qilish va boshqa diniy amallarni Allohning g'ayriga qilish, mana bular bizlarning zamonimizda va ilgirki zamonlarda o'tirg'i chiqqan, yaqinqi zamonlarda o'tirg'i chiqqan shirkiy amallardir. Shirk amal ibodatlarni yo'q chiqaradigan, ya'ni nol qilib o'tadigan, Allohning nazarida eng kechirilmas ig'ir gunohlardan solinadigan bo'lib, uning bayoni, uning taxmin tushuntirilishi tuvandikicha. Birinchi, shirk bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning ilohlik xususiyatlarida maxluqni xoliqqa, ya'ni yaratquchiga, maxluqlarga o'xshatishdir. Chunki Allohga bir narsani shirk qilgan kishi uni Allohga o'xshatgan bo'ladi. Halbuki Alloh subhanahu va taolo hech qanday bir maxluqqa hech bir sifatda, hech bir shaklda o'xshamaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda laysa kamithlihi shay, ya'ni hech shay'i Allohga o'xshash emasdir, Allohmo hech narsaga o'xshash emasdir degan. Allohga shirk keltirish, ya'ni boshqa maxluqlarni Allohga o'xshatish, mayli qaysi jihatdan bo'lmasin, eng cho'ng zulmdir, eng cho'ng gunohdir. Zulm degan so'z bir narsaning o'z o'rniga qo'yilmaganligini ifodalaydi. Bir narsaning haqqini mukammal shaklda bermaganligini ko'rsatadi. Kimki Allohning g'ayriga ibodat qildi ekan, ibodatni o'z o'rniga qilmagan va u qilmish orqali o'z nafsiga og'ir zulm qilgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda inna shirka la zulmun azim. Shirk keltirish, Allohga shirk keltirish, Allohni boshqa maxluqotlarga o'xshatish va ibodatni Allohga emas, boshqa maxluqlarga qilish haqiqatan zo'r gunohdir va zulmdir degan. Ikkinchi, Alloh o'ziga shirk keltirgan kishining gunohini toki u kishi o shirkdan tavba qilmoqcha, o qilayotgan ishlarini tark etmoqcha, Alloh o kishining gunohini kechirmaydi. Alloh Qur'oni Karimda mundaq degan: Alloh haqiqatan o'ziga shirk keltirish gunohini mag'firat qilmaydi, uningdan boshqa xohlagan odamning boshqa gunohlarini mag'firat qiladi degan. Uchinchi, Allohga shirk keltirgan kishining gunohiga tavba qilib poklanmoqcha jannatga kirmaydiganligi, shundaqla u mushriklik holatida o'lsa, do'zax ahlidan bo'ldiganligi to'g'risida Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Kimki Allohga shirk keltirdi ekan, ya'ni Allohning g'ayriga iloh deb e'tiqod qildi ekan, Allohning g'ayrigami cho'qinsak bo'ladi, Allohning g'ayrigami bo'ysunsak bo'ldi deb e'tiqod qildi ekan, Alloh uningga jannatni harom qiladi, uning joyi do'zax bo'ladi. To'rtinchi, Allohga shirk keltirish sohibining barliq yaxshi amallarini bekor qilib o'tadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar ular shirk keltirsa, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi degan. Va yana bir oyatda Alloh taolo mundaq degan: Ey Muhammad alayhisalom, sana va sendin ilgirki payg'ambarlarga biz shundaq deb vahiy qildik. Agar sen, ey payg'ambar, Allohga shirk keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortqushlardan bo'lib qolasan. 5. Mushrikning qini ham mali halol bo'ladi. Ya'ni Allohga shirk keltirgan mushriklarning milini elish va ularni o'ldirish
halal boludu. Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq degan: Allah'a şirik keltirgen müşriklerini qayerda uçurasanglar, şu yerde öldürünglar. Ularni əsirga elinglar. Ularni qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar degan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Men kishilar bilan toki ular bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Allah ibodat qilinishga yolg'iz bo'lgan, uniga loyiq bo'lgan yolg'iz Alloh taolodir deb shahodat etqucha urush qilishga, ular bilan urush qilishga amr qilindim. Agar ular ana shunday iymon etsa, mendan o'zlarining jon va mollarini saqlab qoladi. Ammo islomning haqqini, ya'ni zakot va qisosga o'xshash bu haqlarni saqlab qola olmaydi. Uningdan boshqa hisobni Alloh qiyomat kuni o'zi oladi. 6. Allohga shirk keltirish gunohining eng ig'ridir. Gunohlarning eng cho'ngi, eng ig'ri Allohga shirk keltirishdir. Payg'ambar alayhissalom sahoba ikromlarga mundaq degan: Sizlarga gunohlarning eng cho'ngini aytib bermaymi? Sahobalar albatta bo'ladi ya Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhissalom gunohlarning eng cho'ngi Allohga shirk keltirish, ikkinchi bo'lib ota-onasini qaqshatishdir dedi. Büyük Allame İbn Qayyim rahmetullah mundaq deydi: Allah subhanahu wa ta'alaning insoniyatni yaratishning maqsadi ularni o'zining go'zal ism va oliy sifatlarini bilishga, yolg'iz uningga ibodat qilishga, ijtimoiy turmushda adolatni barpo qilish qatorliqlarga buyurganligini bildirishdan iborat. Bu Alloh taoloning mana oyatini bizga tushuntirib berdi. Allah mundaq degan: Biz haqiqatan payg'ambarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdik. Biz payg'ambarlarimizni ro'shan dalillar bilan, mo'jizalar bilan avatdik. Va ular bilan birga insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni va qonunni tushirdik. Alloh taolo insonlarning o'zaro adolatni barpo qilishleri uchun payg'ambarlarni avatib, kitoblarni nozil qilganligi to'g'risida xabar qildi. Adolatning eng buyuki tavhiddir. Ya'ni Alloh taoloni har jihatdan, ibodat qilinishga loyiq jihatdan, yordam va nusrat talab qilish jihatdan yakkagona ekanligiga ishonishdir. Shundaqla tavhid adolatning beshi va asosidir. Shirk bo'lsa zulmdir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda shirk keltirish cho'ng zulmdir, zo'r gunohdir degan. Demak, shirk zulmlarning eng kattasi. Tavhid bo'lsa adolatning eng buyukidir. Yuqorqi so'zning taqozosiga zid e'tiqod tushunchasi gunohlarning eng kattasidir. Shirk adolatga mutlaq zid bo'lganligi uchun uning cho'ng gunoh ekanligida hech shak yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo mushriklarning hammasiga jannatni harom qildi. Uning qini, mali va ahlini tavhid ahliga halol qildi. Madamiki ular Allohga bandichilik qilishni tark qilgan ekan, mu'minlarning ularni qul qilishiga ruxsat berdi. Mushrikning hech bir amali Alloh huzurida maqbul bo'lmaydi. Mushrik uchun qilingan shafaat va qilingan yaxshilik qabul qilinmaydi. Oxiratda ularning birari bir duosi ijobat qilinmaydi va biror umidi ro'yobga chiqarilmaydi. Mushrik Rabbini tanımaydigan jahillarning jahilidir. Ularning ibodatda Allohga maxluqni shirk qilishi chekiga yetgan jahillik bo'lish bilan birga mohiyatda o'z nafsiga qilgan cheksiz zulmdan iboratdir. Allohga shirk keltiruvchi Allohga zulm qilgan bo'lmasdan, balki o'z nafsiga o'zi zulm qilgan bo'ladi. 7. Shirk Allah o'zining onundan pak ekanligini jakarlagan ishdir. Kimki Allohga shirk keltirgan, Allah o'zini onundan paklagan nuqsonlarni o'zaqi chaplagan bo'lib, bu chekiga yetgan sarkashlik va qarshilashdan boshqa narsa emasdir.